hozir turib tutaman deb. Bachalar shunday suv ichversang bo'lar. Og'zimni ochyapman deb. Hali kichkinasan. Kerak. Kichkina emasman men. Choqaloqman men. Endi tug'ilgan. Hali endi 7ga kirding-ku. Qanday och yurasan? Maftin ko'tarpachi, maftin nima tutyapti? Bo'ldi, bunday qilamiz. Sahar Kerakmas. Endi qanday yeyman men hozir? Shuncha chakkigan bo'lsam. Aytmaysin, nima pul berib olasiz? Ro'zadamga. Yig'lama. Tur. Shunday og'zingni ochverasan suv bilan, yur. Yur. Nersa yeb qo'ygan bo'lsam, nima pul berib olasiz? Aytsangiz bo'laydi-ku, mana sen ro'zasan. Kecha aytuvding menga, pulni olmay yeb qo'yasangni. Desangiz bo'laydi-ku. Siz ham menga shunday deysizmi? Kichkina bachalarga mumkin emas. Maftin qo'tar nimami? Maftin katta. Katta-ku. Darsdan keyin uxlab